Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi Marg'ilon Tirizi bozoriga keldik. Asosiy darvozadan kirib, o'ngga burilganingizda ushbu bino ichidagi 3 ta sotuv rastalariga sahih kolbasa mahsulotlarimizni berdik. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin hamda bu yerdagi sotuvchi akamizga tashakkur izhor etamiz. Sahih brendi haqida fikrlarini bildirdilar. Marhamat, birgalikda eshitamiz. Sahih yangi brend. Hurmatli xaridorlar, bu sahih kolbasamiz o'zimizni Marg'ilonda bu xo'ja akamiz saralab ichiga, go'shtiga 100% javob beradilar. Bo'ynilari bilan javob berganlar. Atrofda ishlatib ketilgan go'shtdan ishlatilmaydi, toza mol go'shti ishlatiladi. Yosh katta hoji aka, hoji onalarimiz ham kolbasaga ishonch yo'q, yemayman, yegim keladi deganlarga ham bemalol tavsiya qilaveramiz. Narxi, sifati, mazasi 100% javob, halolligiga ham 100% javob berishgan. Buni kapchornigi, varyonilari bor. Qanaqangi ob'yomda, qanaqangi bir to'y marosimlarga zaril bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, xohlaganlarincha topib beramiz. Xudo xolasa sifatiga, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Sahih yangi brend, esdan chiqarmanglar.